Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Qalbdan qalbga namliq programmamizning 30-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu muborak Ramazon oyininki har kundan boshlab har kuni kechda iftordan burun huzuringizda bo'layotgan programmamiz xilma-xil temalar bilan bugun 30-sonda kelib huzuringizda turibdik. Mana Allohning rahmati bilan bu aynımı her xil şekilde, her xil ibadetler bilen, qo'limizdan kelgancha Rabbimizga yalvarishlar bilan o'tkazib, oxirlashtirish harfisida eng oxirgi minutlarda kunlarda turibdik. Rabbim Allah subhanahu va taala bu oyda qilgan barliq cho'ng kichik amallarimizni dargohida qabul qilib, haqiqiy mag'firat qilingan, gunohlari kechirilgan, shu baxtli bandalarning qatoridan qilib pat arda inşallah düşenbe günü bütün dünyada Müslümanlar hoşallah bilen tebrikleydiğen bu rozi heytini günahlarımız keçirilgen halette bu heytke kirişke müyesser kılışını Allah'tan tövençlik bilen sorayımız. Qadirli körmelerimiz bugünkü aziz mihminimiz hemen tanışıp boğan hürmetli Ustaz Şarkı Türkistan Ölüm Allah Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmud Celdamoğlu'na teklif olduk. Kıymetli vaktin çıkarıp Allah razı olsun. Köpten köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif yoki savollaringiz bo'lsa so'rashingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Endi bugungi temamiz e'lonimizda bergandek albatta dushanba kuni Alloh xolisa bir farqlıq bo'lib qolmasa inşallah ay ko'rish masalasi bu degandek ko'pincha dunyoning har qaysi joylarida ro'za hayit kutib olamiz, bu hayitni kutib olamiz. Endi shundoq bir Allohning ikromi, Allohning sovg'isi bo'lgan bu hayitni shundoq haripsib turgan mezgilda qanday kutib olamiz, buning qanday adab qoidalari bor. Hayit nima aslida? Alloh ato qilgan bu hayit. Bularni bir qisqacha tunib o'taylik deb huzuringizda o'ltiribdik. Unda Ustaz programımızga bevosita kirib ketsek, aldı bilan hayitdan iborat Allohning bu ne'matininki ahamiyati, o'rni haqida bir ikki qizga qilib kirgan bo'lsak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleykümselam. Allah subhanahu ve taala bir aydan beri bütün Müslümanlarınki dünyanın her qaysi joylarida Ramazan tutup ibadet qilib, taravih o'qib, oxirgi 10 kunda nurg'unlar etikab qilib, ya'ni musulmonlarningki dunyodagi o'rni, dunyodagi ahamiyati islom oshkor bo'lgan bir kunlarni beshimizdan o'tkazdik. Boshqa vaqtda nurg'un insonlar musulmonlarning barlig'ini dunyoning har qaysi joylarida biladi. Musulmonlarni ko'rdi. Lekin Ramazonda desa, bu Ramazondagi musulmonlarningki diniga bo'lgan esirishi, bu shuarni e'lon qilishi, bu farqli hamda. Yil bo'yi nurg'un faoliyatlarga o'xshamaydi hamda. Hajda tabii Makkaga borganlar, Arafat tug'anlar alohida imtiyozga ega bo'lgan bo'lsa, lekin barammaganlar o imtiyozga ega bo'lolmaydi. Ramazonda desa dunyoning nerede bo'lishidan qat'iy nazar bütün musulmonlar hammasi bu ibodatga alohida ko'ngil bildigan, alohida ahamiyat berdigan, nurg'un boshqa vaqtda hatto nurg'un ibodatlardan jiroq, hatto ba'zi munkar ishlarni qildigan nurg'un odamlar Allohning fazli bilan bu Ramazonda o munkar xato ishlarni tashlaydi. Ramazon ro'zasini tutadi, namoz o'qiydi. Bu Ramazon sababi bilan nurg'un odamlar to'g'ri yo'ldan chetnab ketgan, yarag'lab ketgan insonlarmi desa, to'g'riga qaytadi, nurg'un gunohlarga tavba qiladi. Alloh subhanahu va taolo tabii tavba qilganlarning tavbalarini qabul qilsin. To'g'ri yo'lga kirganlarningki Ramazondan keyin yana qiyib o'zining burunqi xatoliklariga ketib qolishdan Alloh o'z panohida saqlasin. Hammalarningki qilgan ibodatlarini Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Endi bu hayit meselesiga kelsak, odatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan vaqtda
Medinliklarning shu chog'dagi alohida heytivati, ya'ni yig'ilib ayna faoliyat qiladigan, ko'ngil ochadigan bir faoliyati, munosabatlari shu bati. Biz insonlar hayotiga, tarixiga qaraydigan bo'lsak, butun insonlarningki, mayli musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, xristian, yahudisi bo'lsin, ya buddist bo'lsin, bütün insonlarningki ashuna yilda ma'lum vaqtlarda belgilab, yig'ilib, bir xo'sh bo'ladigan her xil bayramları bütün insaniyetning bağımdı. Bugün kadar bütün insaniyetning meyle o din münasebetlik, o batıl din olsun mu? Şu din münasebetlik, dinin ma'lum bir faaliyeti bilen, şuarı bilen bağlangan ibaretler olsun, heyetler olsun demekçe. Yani başkalarına nispeten memde. Bayramlar olsun. Ya ki milli bayramlar olsun, meyle dini, milli, örf adet her taraftan çoğu ise bütün insaniyetninki ma'lum yig'ilib hoş bo'ladigan bir münasebetlik bayram kunlari bulut. Xuddi shuningdek bizning çoğu ise musulmonlarninki bayram kunimiz bor. Yani shar'iy din bilan bog'langan bizning bayramimiz, ikki bayramimiz bor. U bo'lsin Ro'za hayit va Qurban hayit. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan vaqtda Madinaliklarning ayda bayramlari bor. Peygamberimiz şöyle dese, Allah subhanahu ve taala bu sılı kılavatkan bu iki günlük bayramının ornuğa tekimi güzel, yaxşı boğan iki bayramını bizgi bade, almıştırıp bade. Dep, burunki bayramını ona taşlıgan, o iki bayram kayıt edilse, Ro'za hayit bayramı bilen Qurban hayit bayramı dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunday degan. Bu iki bayram hem de ikilisi ulug' İslam'nınki 5 ruknininki ikkisininki aqısdan keldi bu ikilisi. Yani 5 rukninin birisi hac, hajdan keyin Qurban hayit. Yana birisi şu Ramazandan keyin Ro'za hayit keldi. Bir aylık ibadettin yani bir aylık ibadettin keyin Allah subhanahu ve taala'nınki ni'metiga şükreytiş, Allah'ın mushundaq bir ulug' ibadetni qilishga muvaffaq qilganligiga biz şükreytiş uchun şu desa, Allah subhanahu ve taala bir hoş olanlar deb bizga bu bayramni belgilab berdi. Bu bayram yani Ro'za hayit, Qurban hayit İslam'nınki şuarlardan bu. Hech kishimninki voy bu musulmonlar degan mushunda bizning vatanimiz Jahongirning asri qolgan, paloniyat manda adam ilayotgan, manda qirg'inchilik, manda bo'lavatsa, yani hayit qilib juramdiq deyishga bo'lmaydi. Bu şehitde hoş bo'lishning o'zi, bu şehitni hayit süptide ötkizishning o'zi bu dinimizning şuarı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı qarasak, nurg'un urushlarni qilgan, nurg'un xafalıqlar qilgan, nurg'un sinoqlarga duch kelgan, lekin bu hayitni mucho qilgan. Madinaga kelgandan keyin bu hayitlarni mucho Rasululloh o'tkizgan, bu musulmonlarningki xo'sh bo'lgan kuni deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu alohida belgilagan. Shunda bo'lgandan keyin har qanday bir musulmon nada bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim bu hayitni kutib olishi, bu hayitni yaxshi o'tkazishga tirishchanlik qilishi, xursand bo'lishi, bu hayitning munosabati bilan oilasi bilan bo'lgan munosabati bo'lsin, ya'ni har xil, ya'ni bu shaxsning hayotida cho'qim bir hayitningki ko'rinishlari namoyon bo'lishi lozim. Yani ben g'amkin bo'ldim, ya ben o oldum, bu oldum deb ben uydan chiqmay o'ltirib masalan, yoki yig'lab o'tkazib, bu kunlar qabristonga qarab yig'laydigan bir odat var. Bu to'g'ri odat emas, asli bu xo'sh bo'lgan kun, xursand bo'lgan kun. Tamam, qabristonga borsa duo qilsa bo'ladi. Lekin qabristonga borib o'lgan odamni eslaymiz deb uya ko'rib yig'lab, kiyim-kechaklarni vayron qilib masalan, unda yuzni kachatlaydigan yoki tatraydigan kun emas. Bu hoş bulduğun, xursandlik bilen bu hayatni şu ötküzdüğün, kütüp aldığın bir gün bu. Hoş. Allah razı olsun. Hakikaten diğerleri de kemdi Rabbim. Yani elbette bu rozininki mükafatını men bermen, bu men üçün men bermen de ahiretki en çoğun savabını her bir insana köle qandaq niyetli qilgan bolsa, ahiretki ep qo'yish bilan birga dunyoda bizga mushu dunyodan bir xushallikning ta'min etsin deb bu bayramni ato qilibdi. Hatta kimde ama şu bütün Ramazan'da hamde
faqatlam yanchiqida balo odam emas, kambag'allarmi xushal bo'lishi kerak deganni bildirish uchun har bir yangi tug'ilgan bovoqning ustiga sadaqa fitrdan iborat bu zakatul fitr masalasini mushahada qilsak, ashularning qalbiga xushallik kirgizish uchun hayit namoz o'qishdan burun chuqum ado qilishimiz kerak bo'lgan fitr masalasini bir tilga olsak mushahada. Bu sadiq fitr masalasi, ya'ni fitr zakati yoki fitr sadiqasi degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aniq belgilab, bu Ramazon tutquchini Ramazon tutgan bo'lsa-mu inson ma'lum xatoliklardan xoli bo'lolmaydi. Xo'sh. Mumkin g'aybat qilib qolishi mumkin, yo suxanchilik qilib qolishi mumkin, yo og'izdan beqalaymaqan gap chiqishi mumkin. Har xil inson taomdan, ya'ni asli Ramazon degan diniy tarafdan bir odamni Ramazon tutdi deyish uchun bir odamning bir narsa yemasa, ichmasa va ayoldan, oildan yiroq tursa, niyat bilan bu Ramazon tutgan bo'ladi. Lekin bu Ramazonni buzuytirgan, buning savobiga ta'sir ko'rsatadigan ishlar bor. Mayli u yolg'on gap bo'lsin, g'aybat bo'lsin, suxanchilik bo'lsin, tuhmat bo'lsin, mush nurg'un narsalar, ayıplash bo'lsin, azar yetkizish bo'lsin musulmonga bu Ramazonga ta'sir yetkazadi. Asli bunu musulmon bundan saqlanish lozim. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonni bilgan bo'lg'achqa, insonning tabiatini bilgan bo'lg'achqa, bu inson bundaq gunohlardan saqlanishining naqadar qiyinligini bilgan bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo shunga payg'ambarimizning tili orqali bu sadiq fitrni vojib qildi. Nima uchun vojib qildi desa, ashundaq tushib qolgan xatoliklarga kafforat bo'lish. Ya'ni inson bilib bilmay ashunda ig'zoki tushib qolgan xatoliklarga kafforat bo'lish uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har qanday bir musulmonga mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, hammasiga o sadiq fitrni vojib qilgan. Xo'sh. Shuning uchun bu sadiq fitr masalasiga alohida ko'ngil berish lozim. Har bir musulmon chiqarish lozim, kambag'al bo'lsa-mu, u o'z chiqarib boshqalar kambag'al bo'lib qolsa, boshqalar bersa uni qabul qilsa bo'ladi. Lekin o'z chiqarish lozim. Bütün alimlerimiz bunun qartacho desa, chiqarishninki ahamiyati, ya'ni u musulmonga chiqag'ini xo'sh bo'ldi, kambag'al bo'lsa-mu, o'zi sadiq fitrni berganligiga xo'sh bo'ladi. Andan bu ehtiyoj bo'lgandan keyin desa, keyin boshqalardan qabul qilsa, osi bo'ladi. Shuning uchun sadiq fitr masalasi bu muhim masalalarning biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni masalan sa'am min tamrin, ya'ni bir sa degan bugungi kunda masalan olimlarimiz 2 kilo 400 gram, ya'ni 2,5 kilo mushunchilik narsa deb belgilagan. Bunimda masalan xomininki o'lchami bilan o'lchsak desa hadisda kelgandek, bugungi kunda hamda xomininki eng yuqorisi 200 liralik xomin bor Turkiyada. Eng tüveni 50-60 liralik xomin bor. Unda bo'lgandan keyin aysh hadisda har xil narsa zikr qilindi. Masalan 4-5 narsa zikr qilindi. Buning ba'zi hozir insonlar Turkiyaning sharoitida masalan qo'llandi ya qo'llanmaydi. Unda bo'lgandan keyin shu har bir odam o'zining sharoitiga qarta iqtisodi va odam cho desa, ay xomining pulida ya xom olib bersa-mu mayli tabiiy holda. Agar xomining pulini beralsa texmi afzal, masalan 100 lira qo'ysa-mu bir odamga bu odamda. Türkiye devleti Diyanet 40 lira deb belgilabdi. Chunki 40 liraga keladigan narsa var masalan. Bugungi kunda bug'doy desak, u bug'doy kilodo. Yoki arp kilodo keladigan narsa var. Ondan lekin quruq uzam masalan yoki xoma desa bu kelmaydimda. Apulga. Shuning uchun bu xuddi dinimizning naqadar insonlarning sharoiti, insonlarningki ehtiyojiga qarta bir necha turlik ixtiyorlikni berganligi nima desa, siz o'zingizning sharoitiga qarta ish qiling. Pulingiz valla xomininki qimmatini ayring masalan bu sadiq fitrni. Tüven bo'lganlicha apininkini ayring, ya bug'doyninkini ayring deb belgilab berganda hamda qaysi bunu da aslida, lekin necha xil narsaninki kelganligi buningda musulmonga nisbatan bir erkin, kengri bir maydonninki bor ekanligini bildirdim. Shuning uchun sadiq fitr masalasida har bir odam o'zining sharoitiga qarta desa,
qanchalik ağrıyalsa shunchalik ağrısı buludu. Yani en tüven bo'lganda 40 lira qimmatida, yuqori bo'lganda 100 lira olamdı ya 150 lira olamdı. Çünkü hadisning o'zida xomi keraklik hamda. Xomi desak, uning bahasi qimmat bugungi kunda. Başka apa yoki buğday desak, aning qaraganda nechasi azan hamda. Buningki qimmati. Anda bo'lgandan keyin har bir musulmon o'zining sharoitiga qarata ish tutsa bo'ladi. Bu birinchi nuqta. Hani ikkinchi nuqta buni pulvasi bo'lamdi bo'lmamdi degan bu tarashda islom dunyosida har yili bir yangilindimdi. Shu Ramazon kelgan vaqtda bir qism ahli ilmlar, nurg'un olimlar yo'q, zodi pulvasi bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu turni belgilab berdi. Xo'mi dedi, buğday dedi, apı dedi. Bazı benimde zabib yani üzüm dedi. Muşo'nun sırtığı çıkmaslık lazım. Ay hadisde kelgen. Nın sırtığı çıkmaslık lazım. Peygamberimiz perz kıyganın üzerine ada kılış lazım. Bombası ada bombaydı. Deydem de. Bu cumhur ulemalarının ki mezhebi muşo. Burunki zamandaki. Hoş. Nim için İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Hanife bilen birgen bir muncha alimli banda şu öz zamanısında. Sahabenin katırımı Muaz bin Cebel radıyallahu anhu kımmetini ayırgan, kımmetini basımı buludu, dep qargan diyen nimani ba? Bu talaş tartış asli her yılı yenilenmezlik lazım yani. Müslümanlar özünün şeraiti qarta iş qıysa buludu. Nimişin? Deyse, bugün günde o zamanlarda, burunki zamanda bu buğday mesela, yemeklik nait az insanların cemiyetine. Medine cemiyetine mesela, buğday bilen kalset vağını olduğan. Mesela, koyset vağını olduğan, xomuğa bijnası alıdığan bazadın, kiyim kiyecek alıdığan, xuddi pulunun onu da işiltildiğan nesiliyeti bu yemeklikler. Pul bağımeti şu zamanda deyse, batıl ikin nait azdı. O çağda Müslümanlar pul yasagan emez. O zamanda şu çağdaki pulunu çoğu Konstantiniyalikler yani Hristiyanların yasagan pulu batı. Ta Umeviler hilafeti gelip andın Müslümanlar çoğu ayrım pul yasagan. Onda oğan diken bu naiti azdı. Yani öz zamanında. Lekin başka nesiller çoğu deyse xuddi pulunun orunu da işiltildi. Adette yemekliklerge bir nesli vağın uğradı. Şunun için hem de İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Hanife olan birgi boğan alimler çoğu deyse qaysi kambag'alning menfaatiga qaysi uygun bo'lsa shuni qilsa bo'ladi. Bugungi kunda bu yemek içmek ko'paydi. Unda bo'lgandan keyin pulga eng kishilarning ehtiyoji bor, kambag'alning ehtiyoji pulga zo'r. Unda bo'lgandan keyin qimmatini bersak bo'ladi deb fatvo bergan. Bunun en kuchlik tayangan dalil nima desa payg'ambarimizniki ignuhum fi zalikal yawmi anis sual. Yani sizlar kambag'allarni shu kunda boshqalardan tilamchilik qilishdan cho'q ularni behojat qilinglar. Deb payg'ambarimiz ashundaq degan. Mushu haqdagi yol yurib qilishdan, haqqi bijnasi bering menga deyishdan shu kambag'alni nima behojat qilsa, biz shuni bersak bo'ladi. Deb shuning uchun bugungi kunda cho'q desa, odatda kishilarni behojat qiladigan narsa nima? Pul. Yemeklik hammadan birgidek kengir bo'lib ketdi. Ba, yani xalqning uyida uni va gurji va masalan. Nurg'un olimlar masalan gurji yo'q hadisda. Lekin keyincho shularmi mahaq gurjni yeydigan bo'ldi deb gurjni qo'shgan. Ay hadisda yo'q naslning qitiga ba'zi nasllar qitilgan, yeydigan nasldan. Shuning qatoridan shu gurj. Nima uchun qo'shdi desak, kishilar gurjga ehtiyojli bo'ldi. Gurj paydo bo'ldi. Uni yeydigan bo'ldi musulmonlar. Unda bo'lgandan keyin bu saqlig'ini oldigan, yeydigan narsa deb hadisda kelmagan bo'lsa-mu, mushuni hadisda kelganlar qatorida muomala qilib gurjni bas bo'ladi deganda hammadan ittifoq. Xo'sh. Ay zodi pul vas bo'lmaydi deganlarmi gurjni bas bo'ldi deydi. Buning ittifoq. Nima qadisa buni yeydi? Birinchisi, ikkinchisi ham saqlig'ini oladi buni. Xo'sh. Deb mushunaq degan. Shuning uchun İmam Ebu Hanife ve sahabilden Muaz bin Cebel, onun dikin Ömer ibn Abdülaziz, hatta İmam Bukhari. Yani İmam Bukhari Hanefi mezhebki nurgu geldi şunda
boshqacha qarshi fikr bayon qiladigan bir muhaddis bo'lish sifati bilan mushu masalada desa imom Abu Hanifa bilan Hanafiy mazhab bilan birga bo'lgan. Ya'ni qimmatini basa ko'rdi degan. Hatto Ibn Taymiya rahimahulloh. Ibn Taymiya rahimahulloh mu qimmatini bas bo'ldi deb mushu masalada desa Hanafiy mazhabining qarshini tutgan. Unda bo'lgandan keyin bugungi bugunimiz kelgichilik nurg'un olimlar var. Dunyoning har qaysi joylarida nurg'un olimlar var, nurg'un islom fatvo muassasalari var. Mushularning hammasi degidek desa, masalan, qimmatini bas bo'ldi dedi. Bir Saudiylik bir olim menga bir vaqalikni deb berdi. Men net yil qimmatini bas bo'lmaydi degan qarashni aytdim dedi. Hadisda payg'ambarimiz mushu manş türlük yeydiğen nersini bikitip edim, muşunlan beriş lazım. Başkasının çoğu, kımmet yani pul bese, bombaydı o deytim. Ramazan'ın ahir küllerinde Mekke'de, hele ayrım mı şu adette, şu sadık fıtır deyip, ayrım haltı kaçırıp koydum daha, ticaretçiler. Mesela, 2,5 kilo guruç, 10 riyal boğan bolsa Saudi'da, mesela, ben köydüm deydi adam. Ona küzetsem, hele sadık fıtır araydıgan bayla, kanda kıldı kendisi, mesela haltıdın ya 10 halta ya 5 haltı elep hem de, kembalığı bedi. Kembalığım cıkkım turda, şu telemçiler kembalığım. 10 riyallık nasını, mesela 10 haltını elep 100 riyalga, kembalığı bedi, kembalığın yanında 50-60 haltı bop jığılıp ketken vakitte, şunu apırıp lan, şu haltının yüzüne helak gürüjne, sadık fıtırın ağırgan edem satıvagan dukançı var mı? O dukançı apırıp 8 riyaldan satırken deydi. Ona çögülep gidip yedim. Ay çögülep, bu tügümeydiken bu guruç. Arlıqtı kim paydaldıken? Ticaretçi paydaldıken. Dukançı 2 riyal, 10 riyalga sattı. Kin üze 8 riyalga aldı kembağal den. Onun dekin o kembağal ekilip 8 riyalga sattı. O yani şu 10 riyalga satır hem de. Bunda kılıp paydını ahırısta gürüz satkan ticaretli dukançı aldıken kembağal çoğu dese bakadım 2 riyaldın ziyan tatırken. Mesela bir edem yani bir kembağal şu günde Mekke turup mesela 200 halta sadık fıtır jığdı desek bu 200 haltına kaçlık ziyan tatırır 200 riyal ziyan tatırır. Çünkü bu ticaretçi satkan diken 18 riyalden. 200 riyal ziyanını kembağal biçarı tattı. Paydını çoğu dese dukançı aldı. Ben muşunu körep onun keyin andan o nimege bu nimede bu çıngtırvalımız bu meselede. De men bu andan şu Hanefi mezhebindeki kımmetini bas bulduken digenge fikrim özgerdi de doktor adam Saudilik. Muşu vakalikni şu bir depegen bir sorunda. Demek ki bu oğlum nima dese Peygamberimizdeki bu günde kembağalını bir hacet kılan sual soraştın digendeki ne bilen bir hacet bolsa şunu kıysak andım bunu ağrıgalını tamam bir şey adam ay hadis amel kılıp men zadı ya xomu verdim gurucu verdim ya mesela gurucu koyu hadisinin üzdi yok alimdeki koştu dep aşına kıys meyle onu basınız bulmayı demeye leşkişim ben Peygamberimiz hadiste muş 4 türlük ya 5 türlük nesirin ağrın dep to ben muşunu arayman dep ay hadis amel kılıp men dep ayna basa meyle Allah çokum niyeti kartan mükafat verdi kubul kılıdı mesele ne mi desem o bugünkü vaziyetini oylayan bir adam hem de yani düşünemeyen adam lekin hadisga amal qilaman deb qiyganligi uchun Allah mukofot berdi, qabul qildi. Ash sadiq fitrini bergan burda ayna qiysa, hadis kelganini bersa. Qiyson. Lekin ma pulni bergandan cho desa, uni xolis fasiq chiqarib yoki xolisa qabul qilmaydi Xudoyim uning sadiqasini. Ayda gaplim chiqibdi. O pul versa Allah qabul qilmaydi o sadiq fitrini. Xo'sh. Uni cho pul versa bakao bergani. Qayta şu yemeklik beriş gerek deb onu qabul qilmaydi deyish xuddi qabul qilish qilmaslikni Allah subhanahu va taolo bu odamga bildirgandek hamda. Endi yana birga ya uni fasiq chiqarish yoki uni ayiblash bu xato. Shuning uchun dinimizni to'g'ri, sog'lom tushunib
Bu dinimizde şu burunqa meyl İmam Buxari olsun, Ebu Hanife olsun, İbn Teymiye rahimahullah olsun, hemmisi muş dinde mustahkem mağmez, Peygamberimizdinki belgiligini boyunca mağmez diyen alimler hem de o. Emtahın semtahın emas o. Bugünkü kadar olanın İslam koşkan töhpilleri alayda eslindiğen hem yerde şolunun kitapları okuluduğun manda alimler o. Şunda boğan deyken ağzım ba deplam qalayımqan gep qilib ahlilimlarga ya ularga töhmet qilib yoki eyplab hadisdan chiqqanlar bular deb manda qilish yo'l esa bu nadonlikdan boshqa narsa emas. Allah sağ olsun. Hoştan bulamam demiş şu. Heytni arpısıp turuptuk. Bu heytni qandaq kütüp alımız. Heyt günü qilishga tegishlik ishlar nima degandek. Buni haqida biraz. Birinci urap heyt günü en birinci qilishga tegishlik ish Ramazan tutmaslık lazım. Ramazan tutuşunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram kıygan. Bu işki heyt günü de Ramazan tutuşunu haram kıygan. Ramazan tutmaslık lazım. İkinci bulap Ramazan tutmaganlıkını tekamo tekitleş üçün heyt namazına çıkıştın burunço bijnasi yiyitiş lazım. Peygamberimiz ayında xom yiyetken. Ya bijtal ya üçtal ya yettal. Indi tak Peygamberimiz xom yegen deb ba. Anda bolgandan keyin heyt namazına çıkıştın burun bijnasi yiyitip çıkışı lazım. Bu birinci yani sadık fıtrını arıp bolgandan keyinki kıldığan iş Ramazan tutmaslık ve bijnasi yiyitiş namazına çıkıştın burun. Andın yan namazı çıkıştın burun bir juyunu bitiş. Yani juyunup pakiz bulap bosu yen kiyim kiyip ya ki yenisi olmasa konusun juyup mu bolsa yeni kiyip. An etri işiltip pakiz haleti ço mescid çıkış lazım. Heyt namazı okuldan yerlerge çıkış lazım. Ve şundakla ayalını ballarını elip çıkış kumu alahide kemal bir iş lazım. Ayallar mı çıkış lazım bu namazga? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayallarını hatta hezdar ayal olsun mu çıksın. Bu Müslümanlığın heytini kösün. Bulanın xursellikке şirikleşsin diyen. Şunda boğandan keyin ayallar mı çıkış lazım? Ballar mı çıkış lazım? Umumi taraftan emmedem ço alahide bunu kemal bir iş lazım. Yani heyt kelgenligini ballarga his qildirush, yüzeye ve ailesi his qilish lazım. Heyt namazıga chiqdik hamda. Ramazan tutmadık, bijnasi yeyetdik, juyundik, pakiz kiyim kechak kiydik, ballarni ayalni o'g'atdik, yani ularni chiqdi. Chiqqandan keyin ikkinchi ish nima desa, heyt namazıga hozir bo'lash hamda. Heyt namazının hukmini vacib deb qaraydi bizning olimlarimiz. Unda bo'lgandan keyin heyt namazıga vaqtida chiqib, takbir bilan chiqamiz hamda. Yolda mağıngacha. Yolda mağıngacha takbir şu kuni şu atayt degan kuni nima bilan boshlanadi takbir. Takbir bilan heyt namazıga chiqib, heyt namazini xotirjam o'qib, imom Ahmedning xutbasini anglab, uningdan keyin cho desa, andın qaytamiz hamda. Andın qaytgandan keyin qıldığan en muhim işlerinin biri ata-anası olsa, mesela ata-anasını yoklaş, dostlarını yoklaş, ziyaret kılış, birisini tebrikleş. Hoş heyt münasebeti bilen özara çoğu birisini tebrikleş, meyli telefon arkalık, yaki xat arkalık, yaki ziyaret kılış arkalık. Yani her xil bugün günde nurgun asan bolup ketdi nurgun işler. Unda bolgandan keyin birisini çoğu sahabelerimi ayında tebrikleydi. Bu şehit münasebeti bilen birisini tebrikleydi. Unda bolgandan keyin bu şehit münasebeti bilen birisini tebriklep adavetleşip qalğanlı bolsa, adavetlerini juyup ma heytini bir sap qalb bilen bisimizin düşman tutmay bir ötkizeyle dep ikki adavetleşip qalğan bolsa, qaysi başta ajna deyvasa, başta salam qılıvasa, ya bir xat yazıvasa, ya telefon qılıvasa, bu naiti katta bir mukafotga erishgan bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin bu heytni cho desa, chuqum sap qalb bilan adovatlar bo'lsa, juyup adovatlarni tugutib, mush asos cho heytni kutib verish lazım. Ziyaret mesela hamma ishni tabriklash bo'lni qildik. Uningdan keyin andan
bu heyt biz bir katta ibadetten çıktık. Heyt oldu deb Müslüman yani özününki şahsiyetini yo'qotib, özününki Allah'ın küzüp turuşunu unutup, qalaymıqan haram işini qildigan kun emas. Afsus, nurg'un musulmonlar dunyoning har qaysi joylarida Ramazonni shunday yaxshi o'tkazib, heyt kuni o'g'a vaqti cho desa, haliqi 30 Ramazon tutib bir narsalar ifto qildi degandek, qalaymıqan munkar ish qildigan odamlar bor jamiyatda. Balkim inshaalloh bizning ishimizda yo'qdir. Yo'q bo'lishini umid qilamiz. Bo'p qolsa cho desa, va heyt bo'ldi deb bu arg'ishib tabriklaydigan. Heyt bo'ldi deb tans o'ynaydigan. Heyt bo'ldi deb o'g'il qizlar u ham bu ham yuradigan qalaymıqan ishlar bilan. Bunday kun emas bu. Shuqum bu ishlarning hammasi heytdan boshqa vaqtdami shariat cheklagan, Alloh g'azab qildigan gunoh ishlar. Arg'ish olsun mesela. Ya zina olsun, ya tansı olsun, ya muşu nurgun munkar işler var o. Muşuların hemmisi başka vakitte mi çeklengen işler? Heyt çok tekhamı çeklendi. Yani biz hoş olduk, küvel açtık dep yoldan çıkıp yetişki olmaydı. Şeriat belgilep koygan dairden çıkıp yetişki olmaydı. Ahlaktan çıkıp yetişki olmaydı. Prensipten çetnep yetişki olmaydı. Şunun için her qandaq bir Müslüman çuqum bu günni tamam biz hoş olamiz, oynaymiz, ko'ngil açımız. Hemmimiz nerede bo'lish lazım desa, şeriat ma durus ma ishni qilsangiz degan doirada bo'lish lazım. Durusninki cheki yo'q. Durus ishlar yamanjaq. Xo'sh. Lekin haram ishini ma ishni qilmang deb cheklagan shariat. Unda bo'lgandan keyin heytni har xil ko'ngil achish faoliyatlarini qilsak bo'ladi, dengiz o'ynasak bo'ladi, masalan, chelishsak bo'ladi, har xil o'ynasak bo'ladi. Nurg'un o'yan bor asli. Biz hali nurg'un shariat yo'l qo'ygan o'yanni topolmay yoki uni bilsakmi qilmay. Burungi zamonda masalan ajoyib bizning vatanimizdami har xil faoliyatlar bo'lgan aytgan vaqtda. Lekin u chet elchilikda jiqdir yo'qolib ketdi o odatlarninki. Şuna olan hazır halkı bir tangpunluk yokmuş. Tuyumuz mesela. Ya ki ülen partisininki cık paqı yok tek bir vaziyet bulup kaldık. Bu doğru emas asli. Toy boyunca buluş lazım. Tamam toyda tebliğ olsun, nurgun yaxshi gaplar olsun, nasihatlar olsun. Şunun bilan birga ma'lum shariat mubah deb belgilagan bir ko'ngil achirgan ishlar uchun bo'lishi lazım to'yimizda. Xo'sh. To'g'ri. Bizning halqa bunda deganlik halqa men bir to'yni aytlamoqchi emas. Lekin biz tamam bizga hozir mayashda bizga bir o'ynaydigan narsa bo'lmasa-mu, ko'ngilni ashmasaqmi, yana biz mangimiz. Lekin avlodlarcha kelgusi avlodlar nima bo'lmoqchi? Bizning avlodlarimiz mesela hozir vay to'yga kirilib balam desa, jiq odamning balasi to'yga kirishga urmaydi. Bu bir haqiqat. Jiq balamış 15-16 yaş, 13 yaş balatta dadis zo'lisa, kirib azroq turib g'ippi qachiramda. Nima uchun desa, u yerda bir ko'ngil ochadigan, u bola xo'sh bo'ladigan bir narsa yo'q hamda. Bu holat nega kelib bordi desa, ondan u balani cho'ng'lab keyin halqa fosiq haram ishni qildigan to'ylarni ko'rsa, voy ma to'y qiziydi ekan deydigan. Ya'ni har xil usul o'ynaydigan, uni qildigan, buni qildigan to'ylar bo'ladi-ku jamiyatda masalan. Anda to'yni ko'rsa, ma haqiqiy to'yga ma'vo deb cho'ng'unadigan bunda zihniyat bilan xato cho'ng'ib qoladi u bola. Shuning uchun biz shu desam, o'sha to'ylarimizda ma'lum bir ko'ngil ochadigan, shariat yo'l qo'ygan doirada ko'ngil ochadigan ishlarni qilish lozim. Payg'ambarimiz nurg'un aytdi masalan Rasulullohning uyida ay qizlarninki, kichik qizlarninki naqshuqanligi, dapchag'anligi, mushnimalar bor. Hatta Abu Bakr Siddiq kirib, voy bu payg'ambarimizning uyida shaytonning sunaylari bu yerda qilsa qanday bo'ldi deb xapolab ketgan yeri payg'ambarimiz har bir xalqninki aytib, ammo bizning aytmas. Qo'y o'lni deb ashuna degan yerlar bor. Nima desa, yani heyt boyunca bo'lish lazım.
toy boyunca buluş lazım. Hele ki hemmisi ülen pətisine okşaş bopqası bulmaydı. Şunun için heyetini çoğu deyse çokum her xil köngül açıran faaliyetlerini qilib evlatlarımı yeni çoğulavat qıllarımı Uygurluğun manda bir köngül açıran faaliyetler varken uyanları varken dep çoğu olsun. Muşunda çoğu olsa o bala çoğu deyse öz milletiki bağılınıp çoğu olurdu. Öz milletini suyep çoğu olurdu. Bunun örf adetlerini yakşı görüp çoğu olurdu. Onda olmuş çoğu deyse her devam helki biz başka taraflarını ciddi durup her devam köngül açıran hiç kandak bir iş yok mesela. Her devam bir xil ritimde mansa bizning işimiz çoğu deyse bizga ötüp ketimiz çoğu mesele yok. Lekin ballı çoğu deyse keyin yo'ldan chiqib ketirgan vaziyat shakllandi. To'g'ridan chetnab ketirgan vaziyat shakllandi. Shuning oldini olish uchun biz xalqimizni, bolalarimizni o'zimizning urf odatlari, o'zimizning madaniyatiga ko'ndirib yaxshi cho'ng qilish uchun shu desa, cho'qim heyitlarda, bujna to'ylarda ma'lum bolalarning ko'ngli ochiladigan faoliyatlarni, ishlarni shu o'rinlashtirish lozim. Heyitdimi aşında alahide bolalarning ko'ngli ochiladigan, cho'nglarning ko'ngli ochiladigan yaxshi faoliyatlarni shu o'rinlashtirish lozim. Xo'sh. Domlam, nadin kelib chiqdi ekan biz shunday siz degandek yuqoridagi ishlar. Mesela küçük vaqtlarimizda vatanda ishlar hammasi ayrildi mesela. Küçük bolalarimiz to'y bo'lsa nayet bo'ladi. Xushalliq bir kayfiyat bo'lib ketadi. Siz degandek shu yuqoridagi ishlar nadin kirdi hayotimizga, nadin besimdan kirdi. Yani Xitoyning zulmidan, besimdan qattiq eg'ir besimni qolgandan keyin, zulm ostida qolgandan keyin bu xo'sh bo'lgan ishni qilish xuddi ayb ishdak. Hali bir odamning binasi ülüp kesse mesela, uylamda kulib kesse oy, ma palani uylamda kulib yuradi deb ayblaydi o xalq. Xuddi shuningdek bizga nisbatan shu zulm qattiq eg'ir bo'lgandan keyin ma'lum bir o'yinni o'ynab kulishning o'zi boshqalarninki nimasida mushunda xapuli qo'layotsa, munda Xitoy manda qilyotsa, mush vaqtni kulib yuradigan vaqtmi deb manda bir xil ayblanadigan holat shakllanib qoldi. Shuning uchun ondan barbaracho desa, nurg'un hayotimizdagi, xalqimizningki bizga qolib qolgan nurg'un urf odat an'analari bu jamiyatda shu o'rnidan qoldi. Hammasi yani bu Xitoyning jinoyati shu. Har qanday bir millat normal hayotda yashay olsa, o millatningki hamma narsa saqlanib qoldi ekan. Örf odatlari nurg'un narsa saqlanib qoldi ekan. Lekin bu yerda haddidan ziyod bir besim, xafaliq, musibat bo'lgandan keyin nurg'un narsa ya anda ya manda, ya chekinishib ketar ekan, yoki bo'lmasa sal qarilib qoldigan mushuna ish yuz berdi ekan. Shuning uchun bizning mushahalda mana shunda to'ylovlab masalan nima bo'lsa, anda ishga bilinib ketgandek bir vaziyat bor hozir. Cimcit yoki tabliğlar mesela. Mesela dini kesimninki din suyarlarning to'yi Qur'on o'qish, tabliğ qilish, nasihat beradilar. Davomlashadigan. Amma yana bir tarafning to'yi shu gunoh ma'siyat bilan davomlashadigan. Ya'ni tans o'ynaydigan, usul o'ynaydigan. Xo'sh. Manda ish bilan davomlashadigan shunday bir vaziyat shakllandi. Bu hazır dindarlarga nisbatan ajoyib to'ylarimiz degan shunda yaxshi o'tadi o. To'yilda ustozlarimiz manchadan tabliğ qilib masalan deb xursand bo'lamiz, shunami? Qur'on o'qildi, tabliğ qilindi. Nurg'un nasihatlar qilindi qiz yigitlarga, mayli shu to'yga kelganlarga deb biz xursand bo'lamiz. Qarshi taraf yana bir odamning so'riniga berib qolsak, biz u yerda o'ltira olmaymiz. O sorundan tashlab chiqib ketishga majbur bo'lib qolamiz hatto. U odamlar masoringa kelmaydi, kelib qolgan taqdirda ishchi qilib jen chiqaramda. Qachon chiqib ketamanki deb uni aran turdi. Bu kelgus xatarlik buning. Hozir bizning bunda vaqtliq ishkilisi anamı güzeldek üzük göre. Aşonun üzük göre ma toyna aytı.
usul tansı bilen, nakşı müzik bilen obdan öttü dep qaraydı özünün kallasında. Şu toyunu qıyğanlar. Xoş. Ma biz tarafımız o dese bizning toyimiz nayet yaxshi o'tdi deb xursand bo'lamiz. Tabliğ oldu, Qur'on o'qish oldu, nasihatlar oldu. Bu ahirisi çoğu dese nayet xatarlik bir vaziyat kelib chiqdi. Ma avlod, ma bugungi ma avlod tugab ikkinchi bir avlodga berib qolganda nima ish bo'ladi? Xudoyim saqlasin. Ola balkim dinni zodi tunmaydigan odamlar cho'ng bo'lishi mumkin. Ashunda usul bilan, naqshi bilan, tansi bilan shunda muhit cho'ng bo'lsa bir bala. Din desa o din bilan xush yo'q balkim. Manda cho'ng bo'lishi mumkin. Ondan bizning ma tarafdagi balalar cho desa, ma bugungi kunda hamma odamning qo'l telefon bor, hamma odam o'ynay oladigan manda bir vaziyat bo'lg'achqa bizning balalarımızın kontrol qilishimiz nayet qiyin. Tez. To'g'ri. Balalar nurg'un narsani ko'rdi, nurg'un narsani anglaydi, telefonda ko'rdi, uningda ko'rdi, buningda ko'rdi. Shuning bilan cho desa, keyin eng xatarlik yeri andan bu balalar atarab qo'shilib ketish, o'zining kimligini, hamma narsani unutib ketish xavfi cho'ba. Ya'ni hammasini davib ketmaydi. To'g'ri. Lekin nurg'un yoshlarga cho bundaq salbiy yomon ta'sir beradiganligi aniq. Shuning uchun biz tangpunliq bo'lmagan tangpunliqni saqlashga ahlim bilan alohida kuch chiqarish lozim. Anda to'ydiki, shunda qalaymiqan tansa uchi buchi haram munkar ishlarni amal qilibcho uni aziltishga kuch lozim. Ularga tarbiya qilish lozim, nasihat qilish lozim, chiroyli gap qilish lozim. Ashadagi yomonlikni aziltishga kuch chiqarish lozim. Munkar hammasi bir xil bo'lmaydi. Bunun en ağır cinayetleri oldu, yengilrekleri oldu. Şunun qartaçı qanchalik azıltalısa azıltış kuch lazım. Nima qiyson? Unda to'y deganga bormaymiz biz. Masalan. Nima qiyson deb tashlab o'tishga bo'lmaydi. Payg'ambarimiz mushriklarning yanıga islomni ilib borgan. Kafirning yanıga ilib borgan, Taif chiqqan, u yerga borgan, bu yerga borgan, arabning mushrik qabilalari kasimi islomni tanlaydi. Bu yaxshi gapni qilishning o'zi qanday bir so'rinda bu cheklanadigan ish emas bu. Hayo qiladigan bir ish emas. Shuning uchun unday bormaymiz, etmaymiz, qilmaymiz deb manda qilmay qo'ldan kelishicha yaxshi gap qilish fursatlan berilsa, yaxshilik buyurish fursat berilsa, chuqur buni har qanday bir ahlining g'animat bo'lish lozim. Men ma savorinda yaxshi gap qilmaydim deydigan so'ri yo'q. Bunu ganimet bilish lazım. Andın biz tarafdaki toylarmı çoğu dese, bizden ballarımız mı? Sel kızıqıdığan, vay toy var dese, mesela. Hazır mescidke uşak vallı mı? Vay barımızda şuna cık bardı. Ne misiniz? Uşak valla mescidden işiler sırtıra oynaydı. Azırak uyan bu ağaçka, ağınlarıyla körüşüp oynayaldığın bir iş o ağaçka. Mescid görüşük şunda amrak valla. Uşak vallını mescidkiyle qoğlap bulanmay avare. Jıkkir valdı, namaz okumay, oynaydı iken, okudu iken, bokuldu iken. Memecik anladın mı şu şikayetlerini? Biz dedik o mescidke, biz dedik o şu. Şurvatkallar ciddi dikkat kılış gerekti mi? Mescidke karındaşlarımızı dedik, kopallık kılmağına da. Onda alaydı bir kopallık kıya işmi yok hem de. Peki muhime, nimişine aşağı bardı ballar ise, tamam, namaz okuşuk var, namaz mı okuydu, şuna olan bir geçiyor, oynağını var derdi ballar. Hoş. Bizning to'ylarimiz gibi uşak vallımı vay at toyba dese vay memmi çıkıman deydigan bir vaziyet şekilleniş lazım. Bu nima bilan şekillendi dese aşında ançumich ko'ngil achirgan faoliyatni ishni qilish bilan ondan şekillendi. Evet. Biz bu mubahning doirasi keng bo'lgandan keyin shariat shaklamagan nurg'un ko'ngil achish uslublari bor. Islom dunyosida to'ylar har xil shaklda bo'ladi. Musulmonning to'ylarimi Şunun için bizler ayrım yüzümüzde ayrım bir Müslüman bulunmay. Bu dünyadaki Müslümanlar bilen çoğu dindarlar bilen bizim bir alahid bir farkımız yok. Yurtumuz farkı var, millet farkımız var. Mesela başka taraftan çoğu bir farkımız yok. Bunda boğandı ki bu dindar yaxşı Müslümanlar toylarını qanday qilib o'tirib bugungi kunda. Deb bunun bir qarab ma asosli çoğu desa biz ballarımızı mı onunla cazip kılalaydıgan halette toylarımızı mı ayda ötküzüşke, heyetlerimizni mi heyettek ötküzüşke
alayida tirishçilik qilishimiz lazım. Köp rahmat, Allah razı olsun. Endi şu heyet günleri içinde şu nurgun toğur dep oylap kılınıp atkan hatalıklardan bir qançasını tövbe etsek mesela. Nayet bir meyli yemek içmek meselesi ısrafçılık olsun. Bir ayır yiyemey qalğandy wagty dep hemen şu bir qança kaldırıp kelgen misallardan ben. Mesela en ılgı yemek içmek meselesi bu umumiyizlik her qandaq vaqtda kulu veşrabu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin Kur'an-ı Kerim'de. Hoş. Yiyiş iş var, israf qilish yo'q. Aha. İsraf qilish deganlik şu yemekni behuda axlatga etishimdi. Ya jixda ya qilib olib etish yoki ma u bo'pti bu bo'pti deb axlatga etishni o'zi isrof qilish. Ya'ni bir odam yaxshi tomoq tayyor qilib o'zi yeb bo'laligidek yoki tukkida qarat yaxshi tomoq tayyor qilib yesa isrof emas u. Xo'sh. Ya'ni o'zi xolig'ini his bo'ladi. Lekin muhim masala nima desa, bu yerda tomoqlarni axlatga atırgan ish bo'lmaslik lozim. Buni o'zidan saqlanish lozim. Andamuş heyet pətillərdə təkəllübdən saqlanish lozim. O durust iş bo'lsa-mu? Lekin hamma odamning iqtisodiy sharoiti o'xshash emas. Masalan biz 10 odam pətlab mangduq deyla. Bir uy kirsak, noch do'stqon saldi. Yana bir uy kirganda do'stqon sal bundaroq bo'ldi. 10 odamning uyga bilmaganli chiqim bizning uy kirdi-ku endi. Anın işi de əlaqə mümkün her xil şəraitlər tüpəyildən dostqanını cayda salanmaydigan bir pişik adam çıxışı mümkün. Adamlar özünün uygu başlaşını çox hecli oldamda. Köngül yerim burada. Şunun üçün tekellüf qıldığan haddidən ziyadə işini qınmasıq lazım. Çünki hem adamlar ziyaret qilishadigan şu ağaçqa bek benim qilsa heyettin kiyinlarga o'zining yaqinlarini chaqirib qanday mehmon qilsa mayli. Lekin heyetning do'stini cho desa normal. Alay takallufdan yiroq holatda bo'lg'ini kishilarning munosabatining cho'nqirilishi, davomlashishi uchun muhim. Xo'sh. Qachoniki takalluf haddidan ziyoda bo'lib ketsa, masalan 5 og'ini var buning Tüyete naat iqtisat joyida obdan mehmon qilalaydi bizsini. Uyga vas obdan kutaraydi bizning avval tuvan. Ayda bu qas chuqum birsi kunni o'tishi bilan tushib qoladi u qatadin. U o'zini avval bilan tang o'rinda ular qilganda qilmagandan keyin barbarachi chuqum so'rindan tushib qoladi. Do'stlikdan tushib qoladi. Shuning uchun burunqi olimlar deydigan kişiler arasındaki münasebetinin üzülüşü asası tekellüpnün sebebidir burada. Tekellüp ediliniz eşip ketkendiğin ki. Hoş. Şu men mında kıysam kılmadı dep mi kuduvacıra oturursun nurgun kapılı kıl çıkıdı o hayatta. Men manda dostkan salsam men basam muşijlak kıptı mesmo mesela. Hoş. Hemiz neymi? Onu aslı sen manda dostkan sal da bir kişimiz oldu mu? Zor mu de? Yüzü tekellüf kılıp haddidan ziyade cık saldı. Anda karşı taraf onun okşaş kılanmasa şunu öyle men manda 6 xil tamak etsem bu 3 xil itip ara. Mening hürmetimni qilmabdi. Mening hürmetimni qilmabdi deb mishadim şu münasebet buzurdu. Toylar buzurdu. Nurgun qudla urug'tiqilla o'tirsa ziddiyat tushdi mesela. Shuning uchun shu desa tekellüfdan o'z imkoniyati bani qilish, balımı andın boshqalarni o'ylab haddidan ziyada aşırıp iş qilishdan shu saqlanish lozim. Xo'sh, xo'sh. Allah razı olsun. Andın bu shunga yuqorida bir ta'kidlab o'tdik. Heyt deb gunoh ma'siyat bilan o'tkazishdan saqlanish kerak. Saqlanish lozim. Allah razı olsun. Endi oxirida bir oyni o'tkazdik hamda. Ramazon o'zgarish oyi. Nurg'un xatoliklarimizni, nurg'un o'ginib qolgan narsalarni tashlab yangidan bir yo'lga chiqqan bo'lishimiz mumkin ko'pinchalarimiz. Mushuni hamda kelar yil Ramazonga saqlab qolish, aytding keyingi hayotimizda bu qanday ta'sirini ko'rsatdi bu Ramazon. Eng boshda qaysi amallar bilan boshlanadi, masalan, Shavvolning masalasida.
Yani şu özümüzden bu özgürlüş eyde Allah'a bergen şu sözlerimiz özgermegen şekilde davamlaştırışımızga bizge en ta'sir ko'rsatgan narsalar nima shuni unutib ketgan bo'lsa. Eng birinchi omil hamda izchillik muhim. Ya'ni Ramazonda biz qattiq bir xuddi bir oy cheniqqan odam. Masalan, burun 500 metrga cheniqsa, jugus herib qolgan odam bir oy cheniqsa 1 kilometrga jugus hamas bo'ldi-ku. Masalan. Xuddi shuningdek biz har tarafdan mayli ussizlikqa, ochliqqa chidashdi bo'lsin. Mayli eg'zimizni kontrol qilishdi bo'lsin. Qalayimxan gap qilmayman Ramazon tutgan degan deb. Mayli taat ibodatga herismanlikda bo'lsin, ma'lum bir kuch oldik. O'zimizni cheniqtirdik. Bunda bo'lgandan keyin bu ritmni saqlab qolishga kuch chiqarish lozim. Mayli o ritmni saqlab qolish, namozni, ibodatlarni vaqtida qilish bo'lsin. Mayli Qur'on o'qish bo'lsin. Hozir hamma odam deganda Qur'on o'qiydi masalan. Jiq odamni hech bo'lmagan bir vaqtim tugatdi. Bu Ramazonda ham tugatish tabiiy muhim, boshqa vaqtda ham Qur'onni o'qib turish lozim. Unda bo'lgandan keyin mush Qur'onni o'qishni davomlashtirish. Har qanday odamga bir yarim soat vaqt ketar kunda. Xo'sh. Masalan, yarim soatning bo'lsa Qur'on o'qishga vaqt chiqarish masalan. Taat ibodatlarga, namoz va boshqa taat ibodatlarga bo'lgan izchillikni saqlashga kuch chiqarish. Musho bizdagi hozirgi saviyaning tuvallab ketmay menishiga sabab bo'lgan ishlar. Tamam. Namozga diqqat qilish, Qur'on o'qib turish, masalan, payshanba, dushanba kuni Ramazon tutish, Ramazon kuni qolgandan keyin ondan Shavvolning Ramazonni tutish, Shavvolda 6 kun Ramazon tutish va 7 kun keyin boshlasa bo'ladi. 2 kun hayitni o'tkazib o'tib boshlasa bo'ladi. Xo'sh. Payg'ambarimiz bir odam Shavvolning Ramazonini tutsa, yil bo'yi Ramazon tutgan bo'ladi degan. 6 kun Shavvol tutsa? Ha, nima uchun desa, biz 30 kun tutdik shundami? Wal asharatu wal hasanatu bi ashrati amsalha. Qur'oni Karimda man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha deb boshlama. Unda bo'lgandan keyin yaxshilikni qilgan odamga 10 mukofot berildi deydi shundami? Bir yaxshilikqa 10. Bir yaxshilikqa 10 mukofot. Unda bo'lgandan keyin 30 kun 10 dan ko'paysak bu 300. 300 oldu. 6 kunni 10 ko'paysak şu 60. Yani 360 kun degan gap. Yil bo'yi ro'za tutgan bo'ldi. Yil bo'yi ro'za tutganning savobini oldi. Savobini oldi. Ha, yil bo'yi ro'za tutganning savobini oldi. Xo'sh. Yani 6 kun ro'za tutdi deganlik, undan keyin bir yil Ramazon tutib o'tgandan keyin payshanba jumaning Ramazonlarini nima payshanba, dushanbaning Ramazonini tutmaslik kerak deydiganlar tushuncha kelib qolsa bo'lmaydi. Ya yil bo'yi Ramazon tutgan bo'ladi deganlik, shuning savobini oldi deganlik hamda. Yana dinimizda odatda umumiy men sama lillahi yawman ba'adallohu baynahu va baynan nar kama baynal mag'rib mashriq deb payg'ambarimizning hadisi var. Yani bir gün Ramazon tutsa Allah o adam bilan davzaxning o'rtasida mashriq bilan mag'ribning orasida ayna yiroqlashtirib yutadi. Unda bo'lgandan keyin umumiy Ramazon tutishga dinimiz shu qiziqtirish bor. Xo'sh. Payshanba va dushanba kuniga Ramazon tutish qiziqtirish bor. Dushanba kunning Ramazonini men tug'ilgan kun degan payg'ambarimiz. Shuning shukr aytib Ramazon tutaman degan. Payshanba kunda insonning haftalik amali o'rlaydigan kun Allohning dargohiga degan. Mening Ramazonimningki, mening amalimningki men Ramazon tutgan holatda o'rilishni yoqtiraman deb ashunaq degan. Ondan ayyamul bid deymiz, har oyninki 13, 14, 15 bu kunlarda Ramazon tutish bor. Mush amallarning hammasi bizga nimaga alohida ahamiyati bor desa, bizning iymoniy saviyamizningki tuvallab ketmay, bu Ramazonda kuchlangan bo'yincha bir xil ritmda elib menish uchun alohida ahamiyati bor. Buning foydasi zo'r. Shuning uchun izchil o'sha Ramazonda ko'ngan mayli Ramazon tutish bo'lsin, mayli Qur'on o'qish bo'lsin, mayli ibodatlarga bo'lgan herismanlik bo'lsin, mayli eg'zimizni kontrol qilish bo'lsin, yomon gap, yomon ishlardan. Mayli o'zimizning muomalasidagi Ramazondagi keng qo'saqlik bo'lsin. Bu shunlarning hammasini amal qilib davomlashtirishga kuchsak, izchil bo'lishga kuchsak, cho'qim bizningki iymonimiz
kuchli holatda, qalbimiz sap holatda yana bir yillik Ramazonni kutib verish shu. Allah kuch quvvat ato qildi. Lekin Ramazonni o'tkazdik, endi tugida deblam, hamma ishni tashlab etsak, ozgina vaqtda bu kuchtincha chuqum quruq qolamiz. Hech nima qolmaydi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 30-sonimiz bo'lmishadi oxirlashtirsak. So'zlab o'tilgandek, qadrli xalqim, aziz millatim, har xil shaklda Rabbimizga iltijolarimizni, tilaklarimizni sundik, ibodatlarimizni qildik. Rabbim inshaalloh amallarimizni qabul qilib, shu baxtli mu'minlardan qilishini tilaymiz albatta. Ammo oxirda so'zlab o'tilgandek, shu yetdan boshlab, hatto xuddi Rasulullohning sahobalarimi shu Ramazondan ayrilgan vaqtida chiqib ketgan vaqtida ta 6 oygacha buning ishtiyoqida, bundan ayrilib qolganligiga g'amkin bo'ladi ekandik. Ramazonga 6 oy qolganda kutishga boshlaydi ekandik, tayyorlikqa boshlaydi ekandik. Rabbimning shunday bir mukofotlik bir qildi deb. Ana shu shaklda xuddi bizning eng yaxshi ko'radigan bir kishimiz bizdan ayrilish oldi turayotgandek hissiyotda bo'lishimiz kerak. Rabbim inshaalloh davomli izchillikni bizga nasib qilsin. Kiyimmi Ramazondan kiyimmi bu Ramazonda biz o'zimizga o'zlashtirgan, hayotimizga yangidan qo'shgan nurg'un go'zal amallarni davomlashtirib menishga nasib qilsin deb tilaymiz. Alloh umr bersa, ata vidolashish uchun ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء